Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Hammani kirib kelgan yangi yil bilan tabriklayman. 2026-yil bilan. Xudo xolisa velosipedlarimiz chiqishni boshladi yangi yilga. Bu velosipedimiz elektronniy, tok bilan yuradi. Balon razmerlari 20. Orqa kuzovi 1 metrga 86 bo'ladi. Xo'sh, bunda qo'shimcha sidina bo'lmaydi. Bu yuk tashish uchun moslashgan. Gruzopodъемность 150 kg oladi, orqalari ochiladi. Balonlar 3 ta balonda ham tormoz bor. Sidinalar mягкий, katta sidinadan qo'yilgan. Oldinda savatchalar qo'shimcha. Yurishlari 40 km tezlik atrofida yuradi. Xo'sh, общий kilometri yurishi, xudo xolasa 50-60 km yurib beradi.